Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi darsimiz gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakat tenglamalarini o'rganamiz. Yozinglar mavzuni gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakati. Demak, gorizontga qiya o'tilgan jism harakati ham deb beradi savollarda. Faraz qilaylik, biror jism V0 tezlik bilan gorizontga alfa burchak ostida o'tilgan bo'lsa. Shuni hamma qonuniyatlarini ko'ramiz. Bizda nechta narsa berilgan o'zi? Ikkita. Boshlang'ich tezlik va burchak. To'g'rimi? Endi mana shu joyini alohida qilib chizib olsam, to'g'ri burchakli uch burchak qilib, V0 tezlikni ikkita tashkil etuvchisi bor. To'g'rimi? Gorizontal tashkil etuvchisi, vertikal tashkil etuvchisi. Demak, birinchi tezlikni gorizontal tashkil etuvchisi Vx deyman, vertikal tashkil etuvchisini Vy deyman. Va xo'sh, Vy haqida va Vx haqida gapirsak, burchakka yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati shu burchakni kosinusi bo'ladimi? Kosinus alfa nimaga teng bo'lar ekan? Kosinus alfa Vx taqsim V0 ga teng. To'g'rimi? Bu yerdan Vx ni topsak, Vx barobar V0 kosinus alfa. Vy ni topmoqchi bo'lsam, burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati shu burchakni sinusi deyiladi. Ya'ni sinus alfa barobar Vy taqsim V0. Bu yerdan Vy barobar V0 sinus alfa. Endi V0 tezlik bilan gorizontga alfa burchak ostida o'tilgan jismni hamma qonuniyatlarini bemalol o'rgansak bo'ladi. Gorizontga burchak ostida o'tilgan jismni birinchidan grafigi doim parabola bo'ladi. Grafigi nima bo'lar ekan? Parabola. Parabola bo'ladi. Ikkinchi, tezlikning gorizontal tashkil etuvchisi Vx barobar V0 kosinus alfa. Ikkinchi qoida ham ketdimi? Uchinchi, tezlikni vertikal tashkil etuvchisi Vy barobar V0 sinus alfa. Yuqoriga ko'tarilayotgan bo'lgani uchun pastga qarab nima tortadi uni? J ko'paytirilgan T. J bor-ku. Minus o'sha uchun Jt qo'shiladi. Jism yuqoriga ko'tarilayotgani uchun. Keyingi tushunchaga o'tamiz endi. Keyingi tushuncha nima ekan? Jismni ko'tarilish vaqti. Ko'tarilish vaqti. Jismni havoda ko'tarilish vaqtini topmoqchi bo'lsak, jism ko'tarilayotgan paytda Vy 0 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Yuqoriga ko'tarilish balandligi 0 bo'lsa, jism eng yuqoriga ko'tarilgan bo'ladimi? Shu uchun ham ko'tarilish vaqtida Vy 0 ga tenglashtirib, o'sha yerdan t ni topamiz. Tushunarlimi? Demak, ko'tarilish vaqtini topish uchun eslatma sifatida yozaman. Vy barobar 0. Vy nimaga teng edi bizaga? V0 sinus alfa minus Gt. V0 sinus alfa minus Gt barobar 0. Bu yerdan V0 sinus alfa barobar Gt. To'g'rimi? T ni topsak bu yerdan T barobar V0 sinus alfa taqsim J bo'ladi. Tushunarlimi? Beshinchi tushunchamiz endi ko'tarilish vaqti bo'lgandan keyin beshinchi tushunchamiz nima bo'ladi? Havoda bo'lish vaqti. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, uchish vaqti desak ham bo'ladimi? Umuman havoda bo'lish vaqti desa. Endi gorizontga burchak ostida o'tilgan jism simmetrik-ku vertikalga nisbatan. Ya'ni qancha vaqt ko'tarilsa, shuncha vaqt pastga tushadimi? Shu uchun ham ko'tarilish vaqtini topdik. Shuni 2 ga ko'paytirsak, 2 barobarini olsak, nima bo'ladi? Pastga tushish
vaqti, umuman havoda bo'lish vaqti bo'ladi. Qancha ko'tarilsa, shuncha tushadi. Havoda bo'lish vaqti katta T barobar bo'lar ekan, ikkita kichik T. Yoki katta T barobar ikkita V0 sinus alfa taqsim J bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, gorizontal tashkil etuvchi tezlikni, vertikal tashkil etuvchisi ko'tarilish vaqti, havoda bo'lish vaqti grafikini ko'rdik, ha? Endi masofalar haqida gapiramiz. Masofalar haqida gapirmoqchi bo'lsak, jism gorizontga burchak ostida o'tilganda butun trayektoriya bo'ylab x o'qi bo'yicha bir xilda siljiydi. Ya'ni uchish uzoqligi gorizontal o'q bo'ylab uchish uzoqligi nimaga teng desa, ham butun trayektoriya bo'ylab vx tezlik bilan havoda qancha vaqt bo'lsa, shuncha vaqt uchadi. Ya'ni gorizontga burchak ostida o'tilgan jismda sx barobar bo'ladi vx ko'paytirilgan katta T. Tushunarlimi? X o'qi bo'ylab tekis harakat qilib siljiydi. Jism gorizontga burchak ostida o'tilganda. Tushunarlimi? Endi Vx nimaga teng bilamiz? Mana Vx, ha? Katta T nimaga teng bilamiz? Mana katta T. Ikkalasini nima qilar ekanmiz? Ko'paytiramiz. Ya'ni barobar birinchi Vx, ya'ni V0 kosinus alfa ko'paytirilgan katta T, ikkita V0 sinus alfa taqsim J. Buni chiroyliroq qilib yozmoqchi bo'lsak, sx barobar bo'lar ekan 2 V0 kara V0, V0 kvadrat sinus alfa kosinus alfa taqsim J. Bir narsaga e'tibor beryapsizlarmi? Barcha formulalarda ikkita kattalik qatnashyapti. Nimalar? Berilgan V0 va burchagi. E'tibor beryapsizlarmi? Sx da ham, sy hammasida shunday. Vaqtni topishda ham boshlang'ich tezlik kerak bizga va burchak kerak. Gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakat tenglamalarida. Xo'sh, sx bo'ldi yoki 2 sinus alfa kosinus alfani birgalikda V0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim J desak bo'ladimi? Mana bu gorizontga burchak ostida o'tilgan jismni uchish uzoqligi bu. Shunday hisoblanadi. Tushunarlimi? Keyingi tushuncha. Keyingi tushuncha gorizontga burchak ostida o'tilgan jismni ko'tarilish balandligi. Endi qancha balandlikka ko'tariladi desa, balandlikka ko'tarilish y o'qi bo'yicha tekis sekinlanuvchan bo'ladi. Tekis sekinlanuvchan. Tekis sekinlanuvchan harakatda vaqtsiz formula bor edi. Eslaringizga bormi? H barobar nimaga teng edi? Vx kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2J edi. Xuddi shu formulaga qo'yamiz. Boshida V0 sinus alfa minus JT T0 ga teng bo'lganda V0 sinus alfaga teng. Oxirida borib tezlikni vertikal tashkil etuvchisi 0 ga teng bo'ladi. Vertikal o'q bo'ylab, y o'qi bo'ylab ko'tarilmaydi. Taqsim 2J bo'ladi. Ya'ni tezlikni ko'tarilish balandligi desa S barobar H barobar Vy kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2J. Agar ko'tarilish o'sha y o'qi bo'ylab davom etayotgan bo'lsa, bu tekis tezlanuvchanda. Agar borgan sari tekis sekinlanuvchan harakat qilib ko'tariladi-ku, y o'qi bo'ylab. Shu uchun nima bo'ladi desa, V0 kvadrat minus Vy kvadrat taqsim 2J bo'ladi. V0 boshlang'ich y o'qi bo'ylab tezlikni tashkil etuvchi. Boshlanishda T barobar 0 da tezlikni vertikal tashkil etuvchisi tezlik T0 ga teng bo'lsa nimaga teng bo'ladi? V0 sinus alfa. Demak, shuni kvadratimi? V0 sinus alfani kvadrati minus oxirida Vy nimaga teng? 0 ga teng.
Boshqa ko'tarilmaydi-ku, eng yuqoriga ko'tarilganda. Minus 0 ni kvadrati taqsim 2j. Qulayroq qilib yozmoqchi bo'lsak, v0 kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim j. Taqsim 2j. Tushunarlimi? Xo'sh, davom etamiz endi. Gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakatida tezlanish, natijaviy tezlanish butun trayektoriya bo'ylab j ga teng va pastga yo'nalgan. Shu uchun u pastga tushadi. J ni bilasizlar, o'nga teng. 9.8 deb olamiz. Masala ichida 10 deb olamiz-ku. Demak, keyingi tushunchamiz 8-tushuncha tezlanish. Umumiy natijaviy tezlanish. Butun tezlanish butun trayektoriya bo'ylab j ga teng va pastga yo'nalgan. Tushunarlimi? 9-tushuncha. 9-tushuncha gorizontga burchak ostida o'tilgan jismda masala yechishda vaqtni beradi, balandlikni so'raydi. Yoki balandlikni berib, vaqtni so'raydi. Havoda bo'lish vaqtini. Shu ikkalasini bog'lab olsak agar, bog'lamoqchi bo'lsak agar, h barobar v0 sinus alfani kvadrati taqsim 2j edimi? T barobar 2 ta v0 sinus alfa taqsim j mi? Ha? Tak. Katta T. Katta T. Endi ikkalasi qanday munosabatda desa, mana bu yerga v0 sinus alfani o'rniga T ko'paytirilgan j taqsim 2 ni qo'ysak, ha? O'sha h kelib chiqadimi? T bilan bog'liq formulasi kelib chiqadimi? H barobar bo'ladi. H barobar. Xo'sh. v0 sinus alfani o'rniga T ko'paytirilgan mana bu narsa v0 sinus alfa T ko'paytirilgan j taqsim 2 ga tengmi? J kvadrat T kvadrat kvadrati bo'lgani uchun taqsim 4 ko'paytirilgan 2j mi? Yoki h barobar bo'lar ekan j ko'paytirilgan bitta j la qisqaradi T kvadrat taqsim 8. Bu formula nima ekan? Ko'tarilish balandligi bilan havoga uchish vaqti orasidagi munosabat. Tushunarlimi? H va T orasidagi bog'lanish. Hozircha mana shu 9 ta faktni bilib oling, yozib oling, keyin davom etamiz. Demak, endi shu o'tgan hozirgi mavzuyimizni hammasini bitta joyga umumlashtirib yig'amiz. Qanaqa masalalar uchraydi va bitta oxirida masala ham beraman. Kelishdik, ha? Gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakatidan. Kelishdik, ha? Birinchi qoida. Trayektoriyasi birinchi. Doim nimadan iborat bo'ladi? Paraboladan iborat bo'ladi. Ikkinchi. Tezlanish butun trayektoriya bo'ylab j ga teng va pastga yo'nalgan. Shu masaladan ko'pchilikni aldaydigan savollar bor har xil. Masalan, nima deydi? Gorizontga burchak ostida o'tilgan jismni eng yuqori nuqtada tezlanishi nimaga teng desa, nimagadir ko'pchilik 0 ni uradi. Eng yuqori nuqtada ham tezlanish nimaga teng bo'ladi? J ga teng va qayerga yo'nalgan? Pastga yo'nalgan. Eng o'tilayotgan joyda tezlanish nimaga teng? J ga teng. Qayerga yo'nalgan? Pastga yo'nalgan. Butun trayektoriya bo'ylab eng yuqori nuqtasida ham tezlanish J ga teng, pastga yo'nalgan bo'ladi gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakatida. Tushunarlimi? Uchinchi demak. Tezlikni gorizontal tashkil etuvchisi nimaga teng edi?
V0 kosinus alfa. 4-chi tezlikni vertikal tashkil etuvchisi. Tezlikni vertikal tashkil etuvchisi Vy barobar V0 sinus alfa minus gt. O'tilayotgan paytda desa, boshlang'ich tezlik bilan burchakni berib, o'tilayotgan paytda desa, t ni o'rniga 0 ni qo'yasiz. Tezlikni vertikal tashkil etuvchisi o'tilayotgan paytda nimaga teng bo'ladi? V0 sinus alfani o'ziga teng. Chunki t 0 ga teng-ku, o'tilayotgan payt. To'g'rimi? Keyingisi ko'tarilish balandligi. 6-chi ko'tarilish vaqti. Avval vaqtini yozishim kerak edi, farqi yo'q, zarari yo'q. 7-chi havoda bo'lish vaqti. Katta T barobar 2 V0 sinus alfa taqsim J. Ko'rinyaptimi? Ha? Keyingisi uchish uzoqligi. Uchish uzoqligi Sx barobar 2V0 kvadrat sinus alfa kosinus alfa taqsim J yoki V0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim J. 9-chisi ko'tarilish balandligi va havoda bo'lish vaqti orasidagi bog'lanish. Bog'lanish. Bu formulalarning hammasini darsimni boshlanishida isbotlab berdim. Faqat bu yerda hammasini bir joyga yig'dim. Tushunarlimi? Va bitta sizlarga mustaqil vazifa. Jism V0 barobar 20 metr sekund tezlik bilan gorizontga 30 gradus burchak ostida otildi. Savol: hamma narsani toping.